Bolalik inson hayotining eng beg'ubor va eng muhim davri hisoblanadi. Bu davrda bola olamni eng avvalo o'yin orqali anglaydi. O'yin bola uchun shunchaki vaqt o'tkazish emas, uning tafakkuri, tasavvuri, nutqi, xotirasi, muloqot qobiliyati va ijodiy salohiyati aynan o'yin jarayonida shakllanadi. Shu ma'noda Shahrisabz tumanidagi 4-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan o'yinga asoslangan ta'lim, pedagogik innovatsiya va didaktik o'yinlar mavzusidagi festival zamonaviy yondashuvlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirgan o'ziga xos pedagogik maydonga aylandi. Bugun maktabgacha ta'lim tizimida bolaga bilim berish bilan bir qatorda uning mustaqil fikrlashi, savol berishi, izlanishi va o'z qobiliyatini namoyon etishi uchun sharoit yaratish muhim vazifalardan biri. Chunki bola o'ynaydi, o'yin jarayonida o'rganadi, o'rganganini amalda sinab ko'radi va eng muhimi bilim olishdan zavqlanadi. Viloyatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari hozirgi kunda yozgi sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazilmoqda. Tadbirlar bilan birgalikda mana bugun Shahrisabz tumanidagi 45 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari o'zlarini mana shu o'yinga asoslangan ta'lim bo'yicha qo'l mehnatidan yasagan tarbiyachilik mehnati bo'yicha ko'rgazmalar tashkil etishgan. Shuning bilan birgalikda nizomda belgilanganidek ular olib kelingan narsalardan mana shu oldi hamma qatnashuvchilar ishtirokida chiroyli bir faoliyat jarayoni uchun chiroyli bir taqdimot, ko'rsatma va ko'rgazmalar tayyorlashadi va bunda 1-, 2-, 3-chi o'rinni egallab, ular o'zlarini mana shu tumanda ishlarini ommalashtirib, o'rganib, shu tajribaga ega bo'lib ketishadi. Bu albatta viloyatdagi barcha tuman shaharlarimizda navbati bilan o'tib kelyapti. Festivaldan ko'zlangan asosiy maqsad maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinga asoslangan ta'lim metodlarini keng tatbiq etish, pedagoglarning innovatsion yondashuvlarini qo'llab-quvvatlash hamda samarali didaktik o'yinlarni ommalashtirishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida pedagoglar o'z tajribalarini namoyish etib, bolalar bilan ishlashda qo'llanayotgan zamonaviy metodlar, qiziqarli o'yinlar va amaliy mashg'ulotlarni taqdim etishdi. Didaktik o'yinlar orqali bolalar nafaqat bilim va ko'nikmalarni mustahkamlaydi, balki diqqatni jamlash, xotirani rivojlantirish, mantiqiy fikrlash va jamoada ishlashni ham o'rganadi. Zamonaviy tarbiyachi uchun tayyor qoliplar bilan cheklanib qolish kifoya emas. U har bir bolaning qiziqishi, yoshi, qobiliyati va ehtiyojini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni qiziqarli tashkil etishi lozim. Festivalda namoyish etilgan innovatsion yondashuvlar esa ana shu maqsad uchun xizmat qiladi. Didaktik materiallar, harakatli o'yinlar, mantiqiy topshiriqlar, rolli o'yinlar va ijodiy mashg'ulotlar bolalarning faol ishtirokini ta'minladi. Festival nafaqat namoyish, balki tajriba almashish maydoniga ham aylandi. Ishtirokchilar o'zaro fikr almashib, samarali usullarni muhokama qildilar. Kimdir o'z amaliyotda qo'llayotgan metodni taqdim etsa, yana kimdir yangi g'oya va tavsiyalari bilan o'rtoqlashdi. Bunday muloqotlar esa pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish, yangilikka intilish va izlanishga undaydi. Bugun mana Shahrisabz tumanidagi 4-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida mana shu yozgi sog'lomlashtirish tadbiri tashkil etilgan. Shu bilan birgalikda bugun kun tartibi bo'yicha yozgi sog'lomlashtirish bolalarni quyosh, havo hamda mana bu vannalar bilan chiniqtirish bo'yicha qumli maydonchalarda o'ynash, asosan bolalarimizni biza o'yinga asoslangan ta'lim, ya'ni bola o'zi maktabgacha ta'lim tashkilotida o'ynatib o'rgatamiz deymiz. Mana shu bo'yicha barcha o'yin maydonchalari tashkil etilgan va yozga turli xil to'garaklar, ularni ko'ngil ochar o'yinlari, turli xil sport musobaqalari tashkil etilib, bolalarni kunini mazmunli hamda sifatli tashkil etish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Hozir yangi o'quv yilidan boshlab milliy dastur bo'yicha faoliyat olib boriladi. Mana shu yoz davomida tarbiyachilarimiz tomonidan
mana shu har bir guruhlarga bo'lingan holda ilk qadam o'quv dasturi seminarlari ham tashkil etilib kelinmoqda. Barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari yoz davomida o'zlarini bolajonlarni kun tartibini chiroyli o'tkazish, ularni mazmunli, chiroyli qo'g'irchoq teatrlari, soya teatri, mana Turon teatrining turli yo'nalishlari bo'yicha teatr ko'rgazmalari ham tayyorlab kelishgan. Tadbirda ta'kidlangandek, har o'yinning o'z qoidasi bor, ammo barcha o'yinlarning umumiy maqsadi bitta: bolani o'rgatish, rivojlantirish va mustaqil fikrlashga undash. Ranglar bilan ishlash, estetik didni sanash, matematik tasavvurni, topishmoqlarni mantiqiy fikrlash. Jamoaviy o'yinlar esa hamkorlik va muloqot madaniyatini shakllantiradi. Shu bois ham o'yinga asoslangan ta'lim bolaning tabiiy qiziqishiga tayangan samarali ta'lim usulidir. Mazkur festival ishtirokchilari uchun yangi tajriba, bolajonlar uchun esa quvonchli kun bo'ldi. Eng muhimi, bu kabi tadbirlar orqali ta'lim jarayoniga yangicha qarash, bolaning tabiiy qiziqishlaridan unumli foydalanish va har bir mashg'ulotni mazmunli hamda qiziqarli tashkil etishga e'tibor yanada kuchayadi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur festival o'yin va ta'lim uyg'unligi, pedagogik innovatsiyalar hamda zamonaviy didaktik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish yo'lidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Zero bugun quvonch bilan o'ynayotgan bola ertaga mustaqil fikrlaydigan, bilimli va har tomonlama barkamol inson bo'lib voyaga yetadi.